Allohning uyiga bir dona g'isht ihson qilgan insonga jannatlardan qasr mukofot qilinadi degan. Hozir Yaypan shahrida yangi qurilayotgan masjidga kelganmiz. Bu masjid 1 yil oldin qurilishni boshlagan, hozirda esa pol qismlari polностью qolgan. Bugun sizlar bilan bitta ko'la olib ichmaylik, 5 minglik pista chaqmaylik, ashuni ihson qilaylik va Allohdan uni mevasini biz kutsak bo'ladi. Juda ham chiroyli qurilgan bu masjid, ko'p ish qolmagan. Faqat mana shu hovli qismlari qolgan. To'g'rimi Oybek? Sizlar bilan birgalikda pol qismini bitirsak bo'ldi. Bundan oldin o'zim relis qo'ydim, akam patashga kelishdi albatta. Xullas, mana shu pol qismini sizlar bilan birgalikda bitiramiz. Albatta o'zimni kattaroq qilib qo'ydik. Yig'ilgan pulni men ya'ni Yaypanda profilda akam bilan birgalikda qo'yib beramiz, sizlar bilan birgalikda mana shu pol qismini bitirib beramiz degan umiddamiz. Allohning guvohligida siz 5000 tashlasangiz, 5000, 1000 so'm tashlasangiz, 1000 so'mini hammasini olib kelib beramiz. Har kuni necha pul tushganini istoriya qilib, boshqa qilib albatta yetkazib turamiz. Xudo xolasa, albatta sizlardan xudo xolasa maksimal bardoshli kutamiz, chunki yaxshilik yo'lida o'sha namozxonlarimiz uchun qulaylik yaratish, sharoit uchun yig'ilyapti bu summalar. Siz yo'lma-yo'l o'tgan paytingizda ham bemalol tushib, ibodatingizni qilib ketsangiz bo'ladi. Unutmang, 5000 ham, 1000 so'm ham ehson. Hech bo'lmasa, mana shu yerda ishlaydigan akalarimizni haqqilariga duo qilib qo'ying. Siz albatta ehson qila olasiz. Sizning qo'lingizdan bu keladi. Agar umuman imkoniyatlar bo'lsa, o'qisa, imkoniyati bor tanishlarga jo'natib, like bosib qo'ysanglar, ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Hammaga rahmat.